Imom Termiziy Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan quyidagi hadisni siz azizlarga o'qib eshittirib amal qilishligimizni Allohdan so'ragan holda aytib bermoqchi edim. Ida aradallohu bi abdihil khayr. Agar Alloh deyaptilar payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam. Agar Alloh qaysi bir bandaga yaxshilikni ravo ko'rsa, ajjala lahul uqubata fid dunya. Alloh taolo o'sha bandani mana shu dunyoni o'zida jazo berar. Hammamiz gunohkormiz. Shu bandaga yaxshiligini ravo ko'rsa, shu dunyoda Alloh taolo unga ba'zi bir uqubatlarni berib turar ekan. Kimni yomon ko'rsa, bu dunyoda har qancha holati bo'lsin, unga uqubat bermasdan narigi dunyoda jazosiga saqlab qo'yar ekan, Alloh saqlasin. Shuning uchun ozginagina betob bo'lishligimizga ham alhamdulillahki gunohlarimizga kafforat bo'lar ekan. Bunaqa holatda albatta shukr qilib sabrda turishligimiz kerak. Sabr qilsak inshaalloh Alloh buni ziyodasini beradi. Alloh azza va jalla siz va bizlarga mana shu sabrimiz evaziga mukofot berishligini va'da qildi. Qur'oni Karimda ko'p aytamizki, mana istirjo kalimasini aytamiz. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Hammamiz Allohnikimiz, hammamiz Allohga qaytamiz. Mana shu eng mo'minlarni har qanday musibat yetganda tinchlantiradigan istirjo kalimasi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Hammamiz Allohnikimiz, hammamiz Allohga qaytamiz. Shunday ekan, dard ham o'tguvchi, umr ham o'tguvchi, hammamiz o'tguvchi. Ertaga Allohning huzuriga borishimiz bor. Qiyomat bor, azob bor. Shunday ekan, biz o'zimizni to'g'rilashimiz kerak. Tavba qilishimiz kerak azizlar. Alloh taologa shukr qilib, tafakkur, tadabbur qilib, mana shu musibatlarning orqasidan ham o'zimizga kerakligini olishimiz kerak.